Assalomu alaykum barchaga. Bugun dasturlashni bepul o'rganish mumkin bo'lgan saytlar ikkinchi qismini olamiz. Qani boshladik. Birinchisi codeacademy.com Learn. Bu saytlarni linkini opisaniyada qoldirib ketaman. Bu yerga kirishingiz mumkin. Bu sayt bepul. Bu yerda har xil dasturlash tillari va boshqa narsalarni o'rganish mumkin. Codeacademy nomi yoningizda qolsin. Ikkinchisi Developer Mozilla Org. Bu yer ham bepul. Bu yerda ham dasturlashni o'rganishingiz mumkin. 2025-yildan beri CSS, HTML, JavaScript hujjatlari bilan shug'ullanmoqda. Yozuv bor. Va ikkinchisi Theodin Project. Bu yerda har xil proyektlar yaratishingiz mumkin. Qurilish, o'rganing, ulanish, har xillari bor. Kod, JavaScript, ma'lumot bazalari, har xil ma'lumotlar bor bu yerda. O'rganib, ko'rib chiqishingiz mumkin bitta-bitta. To'rtinchisi bu FreeCodeCamp. Bu yerda har xil dasturlashni o'rganish mumkin bo'lgan ko'nikmalar mavjud. Bu yerda tizimga kirib o'rganishingiz mumkin. Boshlash bepul. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang va podpisatsiya qilib qo'ying. Hammaga xayr.